Agar bugun dam olaman deb qaror qilgan bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yuboring. Chunki bugun dezinfeksiya kuni. Bugun Bavini uvitib, organizmdagi barcha virus bakteriyalarni yo'q qilamiz, nolga chiqaramiz. Va albatta menga Veleda shvabrasi yordam beradi. Umuman bitta ham qo'limni tekkizmasdan shu qaynoq suvlarda mazza qilib uvitib yuvib olaman. Bir qator shilta qilib Bavini aralashmasi bilan yuvib chiqdim. Nimaga endi Bavi deyishingiz mumkin? Chunki natriy karbonat kristallari bilan vodorod perokis bor. Bu antibakterial vosita hisoblanadi va hech qanaqangi hidi ham, zarari ham yo'q. Shuning uchun xlorlardan umuman ko'nglim aynib ishlatilmayman. Dezinfeksiya bo'ldi, lekin endi eshiklarimni, ostonalarni oksusli aralashmasi bilan ham bir tozalab chiqaman. Har xil ko'zlardan, nazarlardan tozalaymiz. Paqirimga ham oksus bilan suvni aralashtirib, bir qator yana ustidan qo'llarimni artib chiqdim. Kombo dezinfeksiya bo'ldi va juda ozoda bo'lib poklandi. Bir liftlarimni ham hamma joylarini dezinfeksiya qilib oldim. Bavida yuvishga qo'rqdim to'g'risi, shilta qilib, o'shanga oksusli, spirtli aralashma bilan liftlarni ham yaltiratib tozalab oldim. Bu harakatlardan keyin uydagilaringiz umuman kasal bo'lmaydi.